Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun birinchi darsimizni ham boshlab oldik. Birinchi bo'lib o'rganadigan so'zimiz bu hello. Ma'nosi salom. Bu so'z ko'pchilikga tanish bo'lsa kerak. Hello. Hello. Keyingi so'zimiz please. Ya'ni iltimos degani. Please. Please. Thank you. Rahmat degani. Thank you. Thank you. That. Dada degani bu o'zbekcha so'zga o'xshashib ketadi. Oxiridagi a harfini olib borsangiz, ikkalasining ma'nosi bir xil. That. That. Rahmat dada. Shu so'zni tarjima qilamiz. Thank you, dad. Thank you, dad. Thank you, dad. Keyingi gapimiz dada iltimos. Dad, please. Dad, please. Dad, please. Bu yangi so'zimiz friend, ya'ni do'st degani. Friend. Friend. Tarjima qilamiz. Salom do'stim. Hello friend. Hello friend. Hello friend. Keyingi yangi so'z my. Mening egalikni bildiradi. Bironta narsa, buyumni yoki shaxsni menga tegishli ekanligini aytish uchun ishlatiladi. My. My. Mening do'stim. Tarjima qilamiz. My friend. My friend. My friend. Tarjima qilamiz. Rahmat do'stim. Thank you, my friend. Thank you, my friend. Thank you, my friend. Keyingi yangi so'z birikmasi this ist. Ya'ni bu, bunisi. Biron narsani aytib yoki tasvirlab berayotganda this ist deb u haqida ma'lumot beramiz. This ist. This ist. Bu mening do'stim. Tarjima qilamiz. This is my friend. Demak, my friend so'z birikmasini o'rgandik. Mening do'stim. Demak, gap boshiga this is bu harfi qo'yiladi. This is my friend. This is my friend. Bu mening dadam. Shunga o'xshagan gap. Tarjima qilamiz. This is my dad. This is my dad. This is my dad. Keyingi yangi so'z your. Sening yoki sizning. Ingliz tilida sen va siz so'ziga bitta so'z ishlatiladi. Ya'ni your. Ham sening, ham sizning degan ma'noni bildiradi. Your. Your. Bu sening do'sting. Tarjima qilamiz. Sening do'sting. Buni addenda tarjima qilamiz. Oldinda
Bu this is so'zini ishlating. This is your friend. This is your friend. This is your friend. Bu sening dadang. Tarjima qilamiz. Xuddi hozirgi so'zga o'xshash. This is your dad. This is your dad. This is your dad. Keyingi yangi so'z for. Uchun degani. For. For. Sening do'sting uchun. Tarjima qilamiz. Bu yerda uchun so'zni boshida ishlatiladi. For. For your friend. For your friend. For your friend. Mening dadam uchun. Tarjima qilamiz. Mening dadam. My dad. For my dad. For my dad. For my dad. Bu sening do'sting uchun. Tarjima qilamiz. Bu so'zi this is. Esdan chiqqan bo'lsa. This is for your friend. This is for your friend. This is for your friend. Keyingi yangi so'z help. Yordam degani. Help. Help. Sening yordaming. Tarjima qilamiz. Sening so'zi your. Your help. Your help. Your help. Yordaming uchun rahmat. Tarjima qilamiz. Bu yerda rahmat so'zi bilan boshlang. Thank you for your help. Thank you for your help. Thank you for your help. Help so'zi, ya'ni harakat, fe'l shaklida ham ishlatiladi, ya'ni yordam bermoq. Yordam bering, iltimos. Tarjima qilamiz. Bu yerda yordam bering buyruq gap bo'lgani uchun help so'zini qo'yamiz boshiga. Qolganini tarjima qiling. Yordam bering, iltimos. Please help yoki help please. Iltimos so'zi gapni ham boshida, ham oxirida kelsa bo'laveradi, u gapni o'zgartirmaydi. Please help. Help please. Do'stim, iltimos yordam ber. Tarjima qilamiz. Do'stim so'zi friend. My friend, please help. My friend, please help. My friend, please help. Salom, iltimos dadamga yordam ber. Yordam ber so'zi help deb tarjima qilinadi. Hello, please help my dad. Hello, please help my dad.
Hello, please help my dad. Bu darsimizni oxiri edi. Bu bugungi o'rgangan so'zlarimiz: hello, salom, your, sening, please, iltimos, thank you, rahmat, friend, do'st, this is, bu, my, mening, dad, dada, help, yordam bermoq, for, uchun. Darsimiz yoqqan bo'lsa, bitta dona like bosib, obuna bo'lishni ham unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr.